İşit Allah dertimi. Merican! Baratanım beni, kettik! Hayır eyle hem akşam hem sabah. Merican to'g'im! Hasbi Rabbi Jallallah. Ulan bitti och! Fi kalbi. Bitti och! Po'lat ko'zini qarang aka. Muhammed sallallah. Po'lat ko'ryapsiz, ko'zi o'ynab ketyapti. İlahe illallah. Dilshodjon, 30% qayerga tushyapti? 30% kimga tushyapti? Sen mana bu yerda bitta gul ham urmayapsanmi? Aralashma. Shuni rizqidir, shunga tushyapti. Ko'rolmaslikmi? Biz ihson qilyapmiz Alloh yo'lida. Kimga qancha tushyapti, sen aralashma. Seni haqqing yo'q birov tashayotgan pulga sen aralashishga. Ketdik! Bosdik Merican! Do'stlar ozgina qoldi, do'stlar ozgina ketdik! Ya Rabbel Alemin. Salli ala Taha'l Amin. Voy voy, meni Osmon o'g'am keldi-ku! Osmon o'g'am! ثبتني على هذا الدين. الله Osmonlarga teng o'g'am! Osmon o'g'am! الله ما في قلبي غير الله. نور محمد صلى الله. لا إله إلا الله. الله Ya Allah razı olsun! Akalarim, opalarim 10 minut ichida 3 ta mana shu qiynalib yurgan, bir kishi Tojikiston, bir kishi Farg'ona adashmasam, bir kishi Surxondaryo, ham Vodiy, ham Voha, ham Tojikiston qo'shni davlatdan 3 ta mana shunday ayollarimizga yordam bergan ro'zani kunida har bitta akalarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Joninglar sog' bo'lsin. Osmon o'g'am, rahmat. Opalar, bitta chiroyli yana, chiroyli yuringdan bir fikr bildiringlar. Tamam, davom etamiz. Ilohim bo'lsin. Kimki shu menga ham o'sha opalarga Ming rahmat. Ro'za oyida kimki niyat qilgan bo'lsa, ilohim Xudovan hammasiga yetkazsin. Qatorida bizni ham yetkazsin. amin. Kasallarga shifo bersin ilohim. Bitta turqalik. Rahmat, onajonlari sog' bo'lsin. Yetkazganiga shukur, jannat ilarida ko'rishlik nasib qilsin. Allohim dargohida qabul qilsin ehsonlaringizni. Rahmat hammaga. Sardor aka sizga ham rahmat. Martabalar ulug' bo'lsin. Mana shu bizga Ming rahmat. umraga borganlik savobi nasib qilsin. Rahmat katta. Akalar, opalar. Inshaalloh. Bu ehsonimiz 8 minut bo'ldi, 10 minut ham bo'lmadi. Nima deysizlar? Yana bir muzika. Yig'ilgancha yig'ilsin. Nima deysizlar? Xalq nima desa shu qani. Sardor aka qarang. Sardor aka, men bu nimani akkauntni anu qilib ochmaganman, lekin pul olib bo'lmaydi bundan. Olasiz. Kartangizni shunday libo viza kartani ulaysiz, bo'ldi, olasiz. Tamom. Viza kartani ulaysiz, tamom. Olasiz. Akalar, opalar, yana bir 5 minutlik davom etamizmi? Davommi? Ketdik. Bosmanglar. Chiroyli qo'ldan kelgancha. Akalar, ketdik. Mikrofonni bosmanglar, mikrofonni bosmanglar. Qani ketdik. Yuzingizni oching, opa, yopmang. Ketdik. Yopmang, opajon, yopmang. Yuzingizni oching, opa, yuzingizni oching, tushirib yuboraman. Opa, yuzingizni oching. Yuzingizni oching, opa. Tog'alar, bir 5 minut. Plangacha yig'ildi. 50 ga yig'ildi. 50 ga yig'ildi.
Qani undan buyog'ini ham. Qo'ldan kelgancha. Qani ketdik. Kimda imkoniyati bo'lsa. Voy! Marjalol akam. Marjalol akam meni. Rahmat. Birlaringizga ming bersin. Ihson qilganlar Allohim dargohida qabul. Opa ovozingizni ochib turing. Opa jigarni ko'rsatmang, o'zingiz ko'rinib turavering. Bunday qilmanglar. Blok qiladi. O'zingizni ko'rsatib turing, tamom. Akalar davom. Akalar qo'ldan kelgancha boricha gul bormi? Nima bormi? Qani bitta. Rizq Allohdan. Sizlar sabab qildi bugun. Sizlarni sabab qildi. Qani ketdik. Bu oxirgi 5 minutlik muzika. Shu muzika tugagandan to'xtaymiz. Davay, ketdik. Hop. Rahmat, anajon sog' bo'lsin. Ulijon mikrofonni ochib bolani qo'yib turing bir 5 minutga. Nariyoqqa olib turing opa, blok qiladi. Mikrofonni oching desa kameraga olib ko'rar ekansiz siz. Voy! Ochingda opa kamera. Osmonog'im! Voy! Rahmat, anajonlaringiz sog' bo'lsin. Hech vaqt kasal bo'lmang. Ramazonda nima niyatingiz bo'lsa, Sardor sizga ham ming rahmat. Hech vaqt kasal bo'lmang, Sardor aka. Akalarga rahmat aytinglar. Tamom, biz oddiy bir inson. Davay, ketdik. Akalar, davom etamiz. Akalar, 3 minut qoldi, 3 minut ketdik. Rahmat. Rahmat. Yo'q. Bergan. Aytilmaydi. Hech qanday karta aytilmaydi. Kimda imkoniyati bo'lsa danat qilishni o'rgansin. Kim ihson qilmoqchi bo'layotgan bo'lsa, kim TikTokda yurgan bo'lsa, danat qilishni o'rgansin. Danat qilish qiyin narsa emas u. Bitta karta ulaysan, tamom, o'sha qilayotgan managa ihson qilmoqchi bo'layotganing yoki kimnidir xursand qilmoqchi bo'layotgan pulingdan sovg'a sotib olib urasan, tamom. Danat qilishni o'rgan. Kerak emas karta marta. Davay, go. Anajonlaringiz sog' bo'lsin. Rahmat. İşit Allah dertimi bu ahlarımı Rahmeyle bağışla günahlarımı Hayreyle Olmuş kadar bo'ldi, ko'rdinglarmi? Davom etamiz. Og'alar, davom etamiz. Qo'ldan kelgancha, davay, ketdik. Rahmat. Anajonlaringiz sog' bo'lsin. Qaranglar, menga qaranglar, zapravka, papravka deb yozmasdan duo qilib tursanglar bo'lmaydimi? Qaranglar, bir sizlarni ham bir yaqinlaring bordir, sizlarni ham boshlaringdan shunday kunlar o'tgandir. Bir yaxshi inson bo'lyapti, pastda faqat bunga urmanglar, bunga pul tushyapti. Bir kiryaplik qilyapsizlar-da, ey. Zapravka qilaman, unaqa narsa emas, chiroyli. Bir niyat qilib turinglar, bir yaxshi ish qilyapti-ku, unaqa narsa yo'q. Niyatlar hammalari duolaringiz o'tadi, qizim do'stlar. Osmon og'am, rahmat, Meridiya. Rahmat, anajonlaringiz sog' bo'lsin. 2 minutdan keyin to'xtaymiz. 2 minut. Rahmat, anajonlaringiz sog' bo'lsin. Biringizga ming bersin. Rahmat. Rahmat. Yuragimdan uyg'on. Ya Rabbi Allahu Allah salli ala
Rahmat. Tanajonlaringiz sog' bo'lsin. Ya Allah razı olsun. Malades. 50 ka so'radik. Mana 60 bo'lib ketdi. Allah razı olsun. Sizga shukr. Rozi bo'lsin. Rahmat. 1 minut qoldi akalar, 1 minut. O'tkazganingiz Kimda imkoniyati bo'layotgan bo'lsa, donator akalar mana savob qidirib yurgan, mana o'zimiz xalq ichidan tanladik. kishini uyg'otib yubordim. Bittadan, ha, bittadan yana ozroqgina. Sardor Gangster degan bir bloger bor, katta bo'ladi. Shunga ulanib qoldi. Ertalab uyqudan turganimdan shu kishi efir qilayotgan ekan, shartta yozdim, ulab oldim. Rahmat shu kishiga. Opazam seni. Ketdik. Rahmat, Allah razı olsun. Yana ozgina Shirkimni uyg'otib yubordim. yana ozgina ko'taraylik. Donator akalar yana ozgina ko'taraylik. Mana bir chiroyli ertalabdan mana ro'zani kunida bir chiroyli ish qilyapmiz. Bitta oz-ozdan ko'taraylik. Xalq yordam qilmasa, xalqqa boshqa hech kim yordam qilmaydi. Qani ketdik. Rahmat, Allah razı olsun. Sog' bo'lsin. Rahmat. Voye! Rahmat. Sog' bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Opalar, xursandmisizlar? Ha, xursandmiz. Rahmat taqdirga. Umringiz uzoq, shunaqa ehsonlarni ko'p qiling. Sizni ko'tingizni kovlaganlar uyalib qolsin. Ha, joningizlar sog' bo'lsin. Gap yo'q. Mana endi qo'ldan kelgancha mana akalarimiz qo'lladi, akalarimiz, opalarimiz qo'llash chog'da turib, akalarimiz, opalarimizga chin yurakdan bir tilaklaringiz bo'lsa aytinglar. Aytinglar. Kim tushirib yubordi? Kimda? Bitta opa tushib ketdi. Tushirganim yo'q. Qani? Qalisa deymidi o'sha. Go'sti tashlang, opa, go'sti. Yordam qilganlar hamma akalar, gul urganlar, padarka urganlar, hammalaringga ming rahmat. Hech vaqt kasallashaviton, hech vaqt kasal bo'lmanglar, umrlaring uzoq bo'lsin. Shu Ramazonda chizayki niyat qilgan bo'lsalaring, Xudovand hammalaringni yetsin. Kasallarga Xudovand shifo bersin. Ming rahmat hammalaringga. O'zbekiston rahmat sizlarga. Qaranglar, mana bu tushgan pullarni padarka orqali tushgan pullarni Visa karta ulab, shunday yechib olasizlar, snemat qilib olasizlar. U qiyin narsa emas. Profiliga shunday kiritasizlar, kartalaringizni shuni chiqarib olasizlar, tamom. 2 minutlik ish. Rahmat. Rozi bo'linglar, salomat bo'linglar. Xalq xursand bo'lsa, sizlar xursand bo'lgan bo'lsanglar bo'ldi. Mayli, nega hech opalar tushur. Sardor aka rahmat, O'zbekiston rahmat hammalaringga. O'zbekiston, Tojikiston. Rahmat, salomat bo'ling, opa. Po'lat qanday bo'ldi? Yaxshi, zo'r. Ha? Maza qilding Po'lat? Po'lat. Po'lat opshim 200 ga sovg'a urib yuborishdi. $22,000 ziyod bo'lib ketadi. $2,500 pul urib yuborishdi. Bitta Matizda pulni Ko'zi urib chiqib yuborishdi. ketyapti mana, ko'z ming yeb tashlaylar deb. Po'lat 15 minutda ichida uchalasiga bitta Matiz 5 ta pulini urib yuborishdi. $2,500 urib yuborishdi, ko'rdingmi? Ha, tog'alarimiz qudrati kengda. 15 minutdan bo'lmadi, 12 minut ichida $2,500 urib yuborishdi, ko'rdingmi? Endi nima bo'ladi, Po'lat? Po'lat aytaman, senga ko'p aytaman, jon jigarim. Sen
bitta Matiz 5 pulini urib yuborishdi. Akalarda ham pul ko'p ekan, qara. 15 minutda ichida $2,5 urib yuborishdi. Po'latda ham katta gol mayli. Men jim turaman, o'ziga o'zi mayli. 2 minut yetsin mayli. O'ziga o'zi men akalarda borim, bitta akalarda borim, men ham bir 50-60 ga oldim men. Voy! Nafsingga. Ko'p biladi, qulaydi, qo'yarsa-da 50-60 ga deydi. Indamay tur endi. Nima desang sen chidashga majbursan, Po'lat. Indamay tur. Xo'p bo'ladi de. 50-60 ga sovg'ani olish uchun itday ertalabdan kechgacha shart qilayotganlar bor. Xullas? Endi 20 ga ham $100 dalba yo'q. men shart qila olmayman-ku, do'stim, shart qila olmayman-ku men. Nega qilib beradi senga shartni? Tiling bor, mana tiling bor. Tog'alar ko'rib turibdi mana. Tiling bor, so'ra. Akalar bizga meni qo'llar akalar iltimos. Men ham bir nochor odamman. Akalar, men ham nochor odamman akalar. Ilmat odamman akalar. 50-60 ga qo'yaylik, rahmat. Voy. 50-60. Ana. Duoqa. Allah razı olsun, rahmat. Birlaringim besdan tan jonlaring sog' bo'lsin. Saxovatlaring cheksiz og'alar, rahmat, jonlaring sog' bo'lsin. Rahmat. Osmon og'a rahmat de. Doim rahmat Usmon og'a. Meni Meridian tog'am bor edi, qaytib oldim Meridian tog'a. Bosi, rahmat og'alar, rahmat. Usmon og'a, do'shi, hammaga rahmat gul bergan akalarga. Allah razı olsun akalar, rahmat. Birlaringim bo'lsin. Sizlarga erkalayman akalar. Bitta yarimjon deganlarim bor akalar. Sizlar nimalaringda ko'maklaringda bir shashlik-bashlik yeyib yotaman akalar. Jonlaring sog' bo'lsin. Bu plus 200 Allah razı olsun. 200 ming so'm pul so'rab chiquvdi. $100 ga ham to'ymayapti-ku. Hey, nima deysan? Rahmat og'alar, rahmat. Tashli deyapti-yu. Rahmat og'alar, bir 50-60 ga qilaylik, ola iltimos. Biladi, bu yeyishga Iltimos. puli chichirgani 7 ta odam ovora bo'ladi-da. Ola uraylik. 7 ta odam ko'tarib tualetga borish kerak keyin chichirgani. Ovqat hazm bo'lib qolsa. Uraylik og'alar. 50-60 ga qilaylik, ola shu yarim joyga jellayni qatish qilaylik akalar. Undan so'ralmaydi. Bor bilmasa dvoring o'zizdan. O'ziz bir narsa dvoring. Bir narsa o'ziz boshlab bering o'ziz. O'ziz bir narsa. Undan O'ziz so'ralmaydi. boshlab bering menga ham. Menimcha sen Po'lat ana vaqti keldi. Mana shu ulug' kunlarda jannatga tushib qolasan. O'ksiz ichib ver jigarim. Pitir qilib o'lib ketasan. Qiynalib Sardor o'ziz boshlab bering bitta. Sardor bitta o'ziz boshlab bering, haligidan ham menga ham. Bitta uring o'ziz ham, o'ziz bir marta turmagansiz. Yo'q, birovni turmagan. Senga menga qaray, uchta qiynalgan ayolga urdim. Sen mayda narsa urgan, top birda turibman. Men donator emasman. Men ham qiynalganman men. Men ayol kishi bo'lsa men ham qiynalganman, nochorman. Menga uring. Erkaksan, Ayol kimga beradi o'zi? Erkak bo'lganim bilan men ishlayolmayman. shoshmay tur. Ishlayolmayman men. Shoshib jam tur. Bitta saringiz. O'chirib tur ovozing. Tog'alarim endi ja 50-60 ga urmanglar. Sal buni ham mayli. 50-60 ga. Sal bir qo'ttog'imda 50-60 ga kallangiz kelsin. Qo'ttog'dosin 50-60 ga. Akalar sal bir ko'tarib qo'yinglar. Sabr ko'tarib qo'yinglar. Bo'lmasa hamma seni podishka qiladi. Prosta sen Qo'shdim bobo, qo'shdim. Bobojonim qo'shdim. Uchgan yo'qda seni biladi. Borib. Qorog'im qo'shdim bobo. Uraylik, iltimos. Sen o'tgan ovozingda qoling, onaga sizga jimgina turgan. David aka, bitta drip ko'rsating aka. Yetimga ham bir drip ko'rsating aka. Shunga ham bir hayding aka. Mayli onasini ham. Ketsa boydan ketibdi tog'alar. Bir haydinglar Osmon og'a. Merijan tog'osh. Yoqib oldi. Marjon aka bir haydinglar. Bobojon. Bir haydinglar. Bir haydinglar mayli. Bir haydinglar, qo'ldan kelgancha bir haydinglar qani. Mana aytdim. Qarab turing. Muzika qo'ying. Ye. 5 minutda o'ylayapti, ko'rdingmi?
Po'lat, Qara, bitta narsa aytaman Sardor, bitta narsa aytaman. Mana ana Osmon og'am urdi. urishmasin-da hozir ko'rsataman. Rahmat, og'a rahmat, joni sog' bo'lsin. Alloh birizga men bersin aka, rahmat. Sen shunday reaksiya qilasanmi? Bidaras $50 uryapti, sen shuni qilib qo'yasan, tamommi? Osonmi shunday? Joni sog' bo'lsin aka, birizga men bersin, oltin bosh zamon bo'lsin. Do'stingiz ishlayingiz yorug' bo'lsin, qadringiz baland bo'lsin aka. Allohim beshikaz bexatar yuring, birizga men bersin, topganingizga baraka bersin, topganingiz to'lagi bo'lsin aka. Alloh hamisha o'z panohida asrasin, tan joningiz sog' bo'lsin. Ehson beruvchilar qatorida bo'lib yuring hamisha doim aka. Rahmat aka, Alloh razı olsun aka. Bitta narsa gapiradi. Qara. Menga mana hozir Telegramdan SMS keldi, mana cheki ham. Mana Sodiqjon Maftuna Jo'rayevadan. O kuni men pul tashadim deyapti, mana cheki turibdi. Bir og'iz rahmat ham etmadi shu kut deyapti mana. Sen uni mana cheki ham turibdi, hozir agar bloklamasa mana ko'rs. Chekigacha turibdi. Aytganman, nima aytmayman, aytaman men, rahmat deyman. O'shani Ovozim chiqmayapti. tashayapti. Ovozim chiqmayapti meni. Eshitmagan bo'lishi mumkin. Tomog'im bog'lib yotibdi. Nima rahmat deyman, bitta nima deyman. Nima qilmayman. Baliga men tanjon sog'ib. Ovozini o'chib tur. Nima qilmayman. Po'lat, Sizdan bo'lyapti. Stiring jonuka. Akalar, ilohim kim ko'tarsa bilagini Xudo bersin tilagini. Mana shunday ulug' ayyom kunlarda, mana shunday ulug' chiroyli kunlarda qo'ldan kelgancha qilgan ihsonlaringni Alloh o'z dargohida qabul qilsin. Har doim Usmon og'a, Merdlin qolganlar har doim Allohning panohida bo'linglar, yo'llaring ravon bo'lsin. Har doim har haligi balo qazolardan yaratgan egam o'zi asrasin. Farzandlaring, oilalar har doim tinch totuv bo'lsin, bosh bo'linglar. Xudo bergan umrni juda chiroyli yashanglar, farzandsizlarga farzand bersin. Dard bilan yotganlarga shifo bersin. Alloh o'ziga muhtoj qilsin, o'zidan o'zgaga muhtoj qilmasin ilohim. Har doim musofirda yurganlarda Alloh o'z panohida asrab, farzandi, oilasini bag'riga, quchog'iga, ota-onasini bag'riga sog' salomat borishiga yaratgan egam o'zi sababchi bo'lsin. Mana shu anavi Qora Maymun Sardorni ham mushkuli oson bo'lib, ishlari yurishib, bu ham o'sha vatanda yana karillab, kurillab 5 sutkaga kirib chiqsa ham o'sha O'zbekistonda yuraversin. Alloh. Millat ko'rganga kalamish. Bo'ldi. Ola uraylik, bunaqalar. So'ra, iltimos uraylikda, Mana ko'zini qarang, o'ynab yotdi ko'zi. Menga yordam qiling, ola. Bilad, buni yomon ko'zi ochdi, bilad. Menga yordam qiling, Jiyanlaringiz. Sen 200 ming so'm pul so'rading, $200 podarka urishyapti. Yetmaydimi? Sardor do'stim, 50 ga chiqmasa 50 ga 60 ga bo'lsa 50 ga olay, hech bo'lmasa meni. San ro'zg'orim butib qolar, shashlikdan tashqari ro'zg'orim ham bor-ku. Assalomu alaykum, Sardor. Hozir nega ish qarasizlar? Qalaysiz, yaxshimisiz? Sardor, siz emisiz? Nega ish yaxshimisiz? Yaxshimisiz, opa, zo'rmisiz? Ular haqiqatdan negin ayol bo'lib so'ramayapti? Shuni ham bolasi bor. Etimga. Men so'raman. Bu qizni bolasi nogiron, men ko'rganman. Mana rizqini beribdi. Xudo ko'rdingmi, avtomatik shaklda o'sha niginga mana bo'lib ketdi bu orada. Rahmat, Sardor aka. Xursand bo'ldim, rahmat. Mana bu yerda o'zi bir etga yordami tegmaydi. Sardor do'stim, menga bitta urib ko'rsatib bering, bitta uring, haligina yurdingiz. Men nima odamni yarimtasimanmi? Yarimtasisan-da. Sen odamni yarimtasisan-da, etimga. Sendan men reaksiya ko'rmayapman. Akalar shunday bilib katta Yaxshi gapir, Po'lat, yaxshi gapir, iltimos yura. Yaxshi gapir. Sen urush qilyapsan odamlar bilan. Sen urush qilyapsan. Allah sog' bo'lsin, nima deyapti. Unday deydi. Daras sen o'zing qiynalgan odamga Merdin rahmat aka. Endi. Dilshod bey, assalomu alaykum. Iltimos, shu yarim joy jiyanlaringga bitta yordam qilinglar akalar.
O'xshatamiz. Yana. O'xshatgin tashlaydi akalar. Oma boru. Qanaqa qilaman? Qiynalgan odam qanday bo'ladi qiynalib qolgan payting? Qanday o'xshatolmaysan? Oma Po'latdaqa yarimta ishganimiz bo'lsa boru, Amerikada ishlasang ham yetkazolmaysan-da. Yarimta. Amerikada ishlasang ham yetkazolmaysan. Bitta yig'la. Ha, ko'z yosh to'k. Mana. Ovozvoy yordam qolishi shu ekanaga ayting. Bitta yig'la deyapman-ku, bitta yig'la. 50-60 olib meni ro'zg'orim butib olsin. Sardor do'stim iltimos. Aljonlar sog' bo'lsin. Onangizga rahmat, qayimga tanishtirishga kino o'ynasam, 50-60 ga deydi yana. Yosh chiqmayapti-ku. Yig'la. Ursa yosh katta, sevinganmi bitta katta. 50 yoshga olib meni. David aka, iltimos aka. Joni sog' bo'lsin, endi so'raolmaylik. Xursand qiling aka. Odamman meni. Nozim yoshiga kirib o'tiraman. David aka, bitta xursand qiling aka. Iltimos aka, joni sog' bo'lsin. Alloh qabul qilsin. Bitta ayolni xursand qildingiz aka. Mana shu yetimda ham bir xursand qiling aka. Menga yordam qilinglar, iltimos, iloji yo'q kiraman meni. Ana endi o'xshayapsan. Ana endi sal o'xsha. Anjonlar sog' bo'lsin. Bitta xursand qilinglar akalar. Akalar bitta xursand qilinglar. Haydinglar. Qara senga bilib ketarasiz, hech kim bo'lgisi kelmayapti senga. Bo'lmasam hozir bir qiynalgan ayolni bitta olib chiqqan, hozir ko'rasan, 100 ga urishadi. Ko'zingni oldida urishadi. Akalar. Hozir o'xshatolmayapti-a? O'xshatolmayapti. Qanday naql o'rgatish kerak, nima qilib tushirish kerakmi? Akalar. Menga qilaverasizlarmi yo? Bunikini ham. Menga qilaverasizlarmi? David tog'a. Bunikini ham menga o'tkazaverasizlar. Qara menga urishyapti, qara ko'raysan? Menga urishdimi? Menga sher urishsinmi bular? Ko'rasan? Mendan aka. Menga o'tkazaveringlar bo'lmasa Berjan tog'a. O'zim sizlarni qattiq duo qilib qo'yaman. Alloh rozi bo'lsin. Ana xalq ham hojiga o'ringlar deyapti. Mana o'ringlar. Joninglar omon bo'lsin. Umringlar uzoq bo'lsin. Men unaqa 60 ga 70 ga demayman. Qo'ldan kelgan bor. Mirjalol aka adashib bosvardingiz keling aka. Adashib bosvardingiz aka. Alloh rozi bo'lsin. Gapi yo'q, boriga shukr qil. Ular shukr qilishni o'rgan aka. 20 aka ham kichik emas. Sen unday ko'z ochilib qilma, nafsingni kichiraytir. Boriga shukr qilib yashash. Sen qara, o'zing minchigina narsasan-da, bir qo'pol qilib aytsa 10 ming so'mga to'yayotgan odamsan-da, lekin senga 100 million qo'ydingiz. Nimaga ajratib qo'ydingiz? Boshida anvarga urib meni ajratib qo'ydingiz. Anvarga birinchi urib berib, menga urib beringmi bo'lmasa 10 ga 15 ga. Shuni aytyapti, miyangga shuni aytyapti. Hozir shuni aytyapti. Shuni noshukrlik qilma, unaqa so'ravama deyapti. Shuni senga tushuntiryapti, baribir qilyapsan. Ayollar so'radimi bir og'iz? Men so'rasam. Men so'rab olaman, betim yo'q meni. Qilma deyapti. Menga urib yuboring. Beti yo'q. Majruh. Beti yo'q deyapti. Qara, o'sha ayollar so'ramadi-ku, bular odamlar ko'nglidan. Men betim yo'q, so'rab olaman. Urib berguncha qoldim aql, so'rab ol degan, so'rab olaman, so'rab olaman men. Qara, so'rab olma, iltimos qil, tushuntir, vazmojisim, sharoitim, hayotim. Akalar qo'ldan kelgancha degin. Qo'ldan kelganicha. Ayni tanimaysan deysan. Sen qo'ldan kelgancha Sardor, siz hani nimaga boshqa urib berasiz? Urib beringiz. Urib berish kivaradi hozir, Nima urib beray? Nimadir urib ber.
Ana kosmos urib berasan, o'ldirib beradi bu. Nima urib beray? Nima urib bersin? Kosmos nima bo'lsa ham. O'rtog'imni uraman. O'zini qayoqdan? Sen o'zi biladi, seni pashag'am urmaslik kerak. Sen bu qilgan qilig'ing uchun biladi, bizni jag'lim. Uni menga. Hozir sani ehsoningdan menga o'tib ketadi hozir. Men juda chiroyli gapirishni bilaman. Uni Sardor menga urib bering. Ya valiglar. Orqamdan quyurasan, etimga. Nima chiqadi? Nima gapirishim kerak? Urib beringlar deyapman. Nima qilishim kerak hozir? Nega? Akray yo'ldan qo'yma deyapman. Bolachangga biron nima olib berasan men. Yo'q, menga kerak emas. Sardor aka, menga urmang, bunga uring, menga kerak emas aka. Ko'zi qara. Rahmat aka, rahmat. Men ham o'g'limga biror narsa olib bering. Onasi yo'q-ku Sardor. Men ham Rahmat o'g'lim. Sardor aka, boringizga shukr. Rahmat. O'zbek yig'lab boradi aka. Sardor. Mana yig'lab boradi hozir. Men ham o'g'limga bir narsa olib bering. Hoji, jiyanchamga bir nima olib berasan. Men. Ha, jonim, onasi yo'q. O'zim katta qilyapman. Ha, amak. Amaksidan. Amaksidan. Ko'rding? Men ham ona ham otaman. Xotinim o'lib ketgan. Seni bolalaringning onasi bor. Men o'zim baqayapman, aytib bo'laman o'zim. Otaman. Ota-onam baqayapman. Ular pensiya bor, davlat boqyapti, pensiyasi bor. Davlat baqqan hech qancha pul olmaydi, pesh qilolmaydi. Nima ular 10 kilo ovqat yermadi? Yeb. Bir kosaga qoli to'yatdi. Dori dormon va boshqasi bor. Apteka qurib ol. Apteka qurib olsan. Apteka qurish kerak. Apteka qurish kerak. Dori bilan tiraymiz biz. Ay yolg'on gapirma, sen shashlik bilan tiraysan, garing. Bo'qiysan. Ben sog'liqdan akalar ehsonlar uchun ozgina naftarina bo'lgan bo'lsam, xursandman. Salomat bo'linglar. Bo'ladi. Sardor aka mana yig'laydi hozir, Sardor aka. Yig'laydi hozir mana. Ular senga Po'lat. Yaxshi gapir, Po'lat, yaxshi gapir, Sardor akaga yaxshi gapir. Sardor kechirmaydi. Qara. Mana